jinsiy aloqa bilan o'tadigan infeksiyalarning hammasi bir-biriga o'xshash. Juda klinikasi, alomatlari bir-biriga o'xshash. Mana shu uchun faqat klinikasidan bilib bo'lmaydiki, qanaqa gonoreya ushladingizmi yoki boshqa infeksiya. Gonoreya bilsa bo'ladi yoki xlamidiya yoki uroplazma yoki boshqa infeksiya ushladingizmi, u analiz topshirmasdan bilib bo'lmaydi. Shuning uchun faqat analiz topshirish kerak. Eng yomoni shundaki, hozir yoshlar ham hozir yosh kattalar ham qilyapti o'sha ishni. Rezinkaga ishonib, rezinka bilan qilyapti. Lekin bizga kelib analiz topshiradi. Simptomlari уже явно alomatlari bor, achishlar, og'riqlar paydo bo'ladi. Har xil выделение kelib boshlaydi, siganda achishadi. Siganda golovkalari og'rishlar, keyin moyaklarga og'rish beradi. Уже simptomatikasi, alomatlari. Hammasini so'rasak, misol 10 kishi kelsa, bir kunda 10 kishidan misol 7 tasi rezinka bilan qilganda, bir 7 tasi, 8 tasi rezinka bilan qilgan, lekin hammasida o'sha alomatlari bor. Rezinka bilan qilganda o'sha alomat, rezinka bilan qilgan odamda o'sha alomat. Aytmoqchimanki, yoshlar rezinkaga ishonib bu ishni qilmanglar. Umuman qilmash kerak. Rezinka bilan ham, rezinka ham qilmash kerak.